Termiz shahridagi baxshichilik san'atiga ixtisoslashtirilgan Respublika maktab-internatida taniqli baxshilar ishtirokida ijodiy kecha bo'lib o'tdi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Baxshi ham aslida tabiat kuychisi. U ijodiga kuchni atrofdan oladi. Uning iste'dodi shundaki, boshqalar ilg'amagan jihatlarni anglab, do'mbira jo'rligida tinglovchiga ulashadi. Shu sabab ham ular hamma davrlarda ham qadrlangan. Vohadoshimiz, taniqli baxshi Omon Baxshi Shernazarovning ijodiy kechasiga tashrif buyurgan tadbir ishtirokchilari o'z so'zlarida yana bir bor baxshilar ijodiga yuksak baho berishdi. Bu baxshilarimiz tirik ensiklopediya. Juda katta tarix kitob. Bugungi kunda yoshlarimiz ongiga ma'naviyatimiz, tariximiz, ota-bobomiz haqida, kim bo'lganligi haqida so'zlab beradigan tirik ensiklopediya. Bugungi 60 yoshlik Omon Davlat baxshimiz ham aynan shunday insonlar sarasiga kiradi. Sababi minglab shogirdlarga baxshichilik san'ati sirlari haqida o'rgatyaptilar. Biz ham ko'p qatorida shu Omon Davlat baxshini tabriklash uchun poytaxtdan yetib keldik. Ijodiy ishlariga omadlar tilaymiz. Chindanda do'mbirani sayratib, ovozini ming nag'mada o'ynatib kuylayotgan baxshilar ijrosida ham dilni sel qiluvchi sehr mujassam. Quvonarli jihati shundaki, bugun ularga havas qilib, ustoz bilib izidan ergishadigan yoshlarimiz talaygina. Hurmatli prezidentimizning baxshilikka bo'lgan e'tibori, chiqargan qarorlari tufayli hozir bolalar musiqa maktablarida baxshilik sinflari ochilganligidan biz juda minnatdormiz. Sababiki bizim maktabimizga o'sha baxshilikka qaror chiqqunga qadar o'quvchilar kelardiki, baxshilikda o'qimoqchimiz degan ruxsat yo'q edi. Mana hozir har bir maktabda deyarli 10 talab, 15 talab baxshilikda sinfda o'qiyotgan o'quvchilar bor. Bu nimadan dalolat beradi? Bu baxshilik san'atining yo'qolib ketayotganidan, kelajagi borligidan, ya'ni yoshlar o'rnini bosib ketayotganini dalolat beradi. Mana bugungi tadbir qatnashchimiz sababchisi Omon Davlat baxshi Shernazarov ham Qumqo'rg'on tumanida 11-chi bolalar musiqa san'at maktabida baxshilik sinfini birinchi ochgan o'qituvchilardan biri. 2-3 yil davomida o'quvchilarni tayyorlab, qisqa muddat ichida o'sha o'quvchilarni yuqori natijalarga erishishga sababchi bo'lgan. Baxshilikka bo'lgan e'tibor bizning milliy madaniyatimiz, milliy san'atimizning rivojlanishiga katta hissa qo'shyapti deb o'ylayman. Sababi hozir juda ko'p yoshlarimiz faqat xorij musiqalariga qiziqib ketyapti. Lekin mana bu baxshilikka bo'lgan e'tibor tufayli ko'pgina yoshlarimizning o'sha milliy san'atimiz, milliy madaniyatimizning qayta rivojlanishiga sababchi bo'lyapti deb o'ylayman. Quvonarli jihati shundaki, Surxon baxshichilik maktabi o'zining jozibadorligi, dilga yaqin azaldan ohanglari bilan e'tirof etib kelingan. Shu bois san'atning bu turining tinglovchisi ham, qiziquvchisi ham ko'p. Zulxumor baxshi ham oilada mana shunday qiziqish bilan baxshichilik san'atiga kirib kelgani rost. Nomoddiy madaniy merosimiz bo'lgan baxshichilik san'atimiz prezidentimiz sa'y harakat bilan maktab qurilgan. Mana yaqinda 3 ta doston nashrga chiqdi. Bugun bu 60 yil yubileyi shunday bir shukuhli bir chiroyli o'tyapti-ki, yuraklarim to'lqinlanib boryapti. Sevinch yoshlar tabrik jarayonida chiqdi. Men akamga nima deyman? Mana shunday bir ulug' bayramimizda uzoq umr tilayman. Umri uzoq bo'lsin. Doim qo'lda do'mbirasi jaranglab tursin. Men ayol bo'lsam ham shu akamdan ta'lim olib, qo'limda do'mbira bilan xalqning ichida kuylardim. O'nlab dostonlarni yod bilib, yaqinda Oltin qobot dostoni nashrga chiqdi. Albatta hammasi ustida, bu bilimning ustida, doston ustida, badixo'go'ylik ustida, chechanlik ustida akam Omon Baxshi turibdi. Men shunday akam borligidan faxrlanaman. Termalarda mardlik, halollik, vatanni ulug'lash hamda insonlarni ham shunga da'vat etishlari sabab baxshilar el orasida e'zoz topgan. Shu bois bo'lsa kerak, milliy qadriyatlarimizdan hisoblangan baxshichilik san'ati elimizning suyukli farzandlari tilida avloddan avlodga o'tib kelaveradi.